Realni Mbappe, Vinicius kabi super yulduzlar emas, kim debyutant futbolchi Espi qutqarib ketyapti Espanyolga qarshi uchrashuvda. Real Madridning mavsumdagi dastlabki uchrashuvi yakunlandi va qaysidir ma'noda Mourinyoning debyuti omadli kelyapti deb aytishimiz mumkin. Vaholanki Real ochko yo'qotib chiqqan mumkin edi, biroq so'nggi daqiqalarda debyutant Espining gol evaziga Real g'alaba qozonib ketyapti. Bellinghamdan esa ajoyib gol. Umuman olganda bu yaxshi g'alaba bo'ldi. Biroz qiynalib bitdi, lekin mavsumning dastlabki uchrashuvligini va tarkibdagi debyutantlarning adaptatsiyasini hisobga oladigan bo'lsak, menimcha yomon emas. Mourinyo uchun umuman olganda o'yinning o'zi yaxshi o'tdi. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, 21 ta, 22 ta zarba va 8 ta aniq. Jamoada hujum bor, vaziyatlar bor va muhimi endi ularni ustida ishlab realizatsiyani yaxshiroq qilish kerak xolos. Yaxshi birinchi turni g'alaba bilan boshlab oldi. Real muxlislarini tabriklayman. Bizda shunaqa gaplar do'stlar. Kanalimizga obuna bo'ling. Futbolga oid mana shunaqangi tezkor va ajoyib tahlillar bizning sahifada.